Men Qobilbek Odilov, full stack va sun'iy intellekt mutaxassisiman. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi Perfect University universitetining 2-kurs talabasiman. Shu kunga qadar ikkita loyihani batamom tamomlab, ish jarayoniga berilgan va hozirda ishlab kelmoqda. Birinchisi onlayn ombor dasturi. Zavodlarda, korxonalarda mahsulotlarni barchasini statistikasini, kirim-chiqim barcha hisob-kitobini onlayn tarzda korxona ichida o'sha dastur hisoblab beradi. Bu dasturda afzalligi shundaki, avval barcha ishlar, hisob-kitoblar qo'lda, Excelda qilib borilgan bo'lsa, endilikda bu dastur inson omilisiz, Excel jadvallarsiz, qog'ozlarsiz avtomatik tarzda o'zi hisob-kitob qilib beradi. Hozirda ushbu dastur Qo'qon iqtisodiy zonasida tatbiq etilgan va hozirgacha ishlab kelmoqda. Ikkinchi loyiham bu turizm sohasida tashkil qilingan, ishni avtomatlashtirib, vaqt tejash maqsadida qilingan. Barcha hisob-kitoblar, tur biletlar barchasi o'sha platformaga joylanib, platforma orqali ish yuritilgan. Uchinchi loyihamiz shuki, kunlik ishga chiqadigan ishchilar ko'chada vaqtlarini bekorga sarflamasliklari uchun bu platformani o'ylab topdik. Bu platforma orqali o'zlariga kerakli ishlarni filtrlab olib, ariza jo'natishlari mumkin. Ish beruvchilar ham bemalol shu platforma orqali ishchilarga vakansiyalar ochishlari mumkin. Eng muhimi, ushbu platforma sodda va tushunarli. Ortiqcha ilova o'rnatish shart emas, chunki bu Telegram bilan integratsiya qilingan bo'ladi. Telegram orqali mini ilova tarzida ochiladi va ushbu ilovada ro'yxatdan o'tiladi. Ishchi yoki ish beruvchi tarzida ro'yxatdan o'tgandan so'ng har bir ro'yxatga o'tgan inson uchun alohida profil ochiladi. Yana bir e'tiborli jihati, bu xavfsiz va shaffof tarzda olib boriladi. Hozirda bu soha orqasidan yaxshi daromad topmoqdaman. Kelajakda bundan da katta proyektlar, katta dasturlar ishlab chiqib, insonlarga katta foyda tegishni maqsad qilganman.